Salom hammaga. Bugun esa biz CSSda chegaralar bilan ishlashni, ya'ni border haqida gaplashamiz. Border bu elementning tashqi chizig'i. Masalan, div, button, input atrofidagi ramka beradi. Endi oddiy misolga kelamiz. Bitta div yaratamiz va CSSga o'tib CSSni yozamiz. Divda guli qavs ochib border 2 piksel solid black laser qilib ko'rsak, divni borderni ko'rsak bo'ladi. Bu yerda 2 piksel chiziq qalinligi, solid bu chiziq turidir, black esa bu chiziq rangi. Natijada div atrofida qora chegara hosil bo'ladi. Lekin bizda divni width height berilmagani uchun bizda hozir bu uzun chiziq bo'lib turibdi. Border style turlari. Border border 2 piksel solid red bo'lishi mumkin yoki border 2 piksel solid blue bo'lishi mumkindir. Va hokazo. Solid bu oddiy chiziqdir. Va bu yerda esa biz solid o'rniga dashet qilamiz. Va border 2 piksel dotted green. Solid oddiy chiziqdir. Dashet uzilgan chiziqdir. Dotted bu nuqtali chiziqdir. Border radiuslari burchaklarni yumaloq qilish uchundir. Kelinglar bitta button yaratib olamiz. Button tugma va button chaqirib olib border radius 10 piksel beramiz. Mana ko'rib turishingiz mumkin 10 piksel. Agar 50% bersak, bu dumdumaloq bo'lib avval bo'lib qoladi. Faqat bitta tomonga border berishdir. Kelib ko'rib chiqamiz. Border top 2 piksel solid red. Border bottom 2 piksel solid blue. Border left 2 piksel solid green. Border right 2 piksel solid black. Bu bilan har tomonga alohida chegara beriladi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda esa hozir chap tarafi yashil bo'ldi, tepa tarafi qizil, o'ng tarafi qora va tegi esa ko'k rang bo'ldi. Border CSSda juda ko'p ishlatiladi. Har xil kartalar uchun, tugmalar va inputlar va rasmlar uchundir. Va shu videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Do'stlaringiz bilan ulanishni unutmang va video foydali bo'ldi deb umid qilaman. Hammaga xayr.